Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 5-oyning 6-kuni juma. 2 haftada bir chiqadigan videoga chiqishim. Bu hafta Uyg'urlar uchun bir necha ahamiyatli kunlar bo'ldi. Uniki birisi 5-oyning 2-kuni bizniki ulug' Ramazon hayitimiz bo'ldi. Ro'za hayitimiz oldi bilan hammalarniki ro'za hayiti muborak bo'lsin. Ondan keyin tunögün Uyg'urlarniki do'ppi bayrami bo'ldi. Hammalarniki bu bayramiga muborak bo'lsin. Bu yil men chet eldagi qarindoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga chiqargan rasmlari yo'q, qolgan faoliyatlari bu narsalarga hali diqqat qildim. Burungi bir qancha yil qaragan chog'da bu yil umumiy kayfiyat biroz yaxshi. Buningdan xush bo'ldim. O'zimni xush bo'lishga tirishyapman hozir shundaq. Endi hozir biz haqiqatan mustaq bir ulug' kun, bayram kunlarini kutib olgan vaqtimizda kalımızga vatandakilar, bu yurtimiz, xalqimiz, urug' tuqqanlarimiz bekrak kirib oladi. Mening shundaq men 2009 yildan keyin vatanga berib boqmadim. 2017 yili 1-oydan keyin vatandakilarga bir qatim telefon qilib boqmadim. Ashta bu boshqa bu nayt ig'ri keldi. Ashta bo'lsa-mu chet eldagilar imkon bor xo'shal-xo'ram yashab uzroq yashashga tayyorlik qilib uzroq yashashga tirishib ashta qilmasak bo'lmaydi. Üstümüzki yük pek ağır. Şuna barlık qarindoshlarniki bu bayramlarni xo'shal-xo'ram o'tkazishga tirishishni umid qilaman. Ondan keyin bugun sizlarga oldi bilan deb qo'yadigan bir narsam xabaringlarda bor 4-oyning 1-kundan boshlab Uyghur Project Fondu'ndaki bir yıllık iyan toplaş faaliyetini başlagan. Bu faaliyet 5-oyning 2-kuni yani Rozet günü tamamlandı. Şundan sizlarga azroqcha xulosa qilib beray deb o'yladim oldida. Ondan keyin boshqa xabarlar kutaman. Bu yilgi iyan toplashning natijasi nihoyat yaxshi bo'ldi. O'zimiz dastlabda mo'ljallanganiga qaragan chog'da ko'p yaxshi bo'ldi. Bunga hammamiz nihoyat xushal. Bu yil Facebook'ta yani qolganlar 82 nafar qarindoshimiz bo'ldi. Bulardan yig'ilgan pul $8,177. Ondan keyin Uyghur Project Fondu'ndaki PayPal ve Torbeti'den yani qolganlar 14 nafar. Yig'ilgan pul $2,630. Ondan keyin chet eldagi Uyghur Project Fondu'ndaki vakillari orqali iyan qilgan qarindoshlarning soni 11 nafar. Yig'ilgan pul $3,062. Ondan keyin menga bevosita bank orqali yoki PayPal orqali iyan qilgan qarindoshlarning soni 7. Yig'ilgan pulning soni $7,612. Ondan keyin bir qism qarindoshlar şirketler orqali iyan qildi. Şirketler orqali iyan qilgan vaqtida bazı şirketler 100% qo'shib berdi, bazı şirketler 200% qo'shib berdi. Ashta bu boshqa buniki unumi yaxshi bo'lgan bir usul. Bu usulni ayni vaqtda shu yan to'plashni boshlagan vaqtimda men qarindoshlarga degan shu video programmada bo'lsa o'zingizning shirkatini bir tekshirib boqsanglar, mushtaq qilgan ish bormi ekan deb. Bazı şirketlarniki bir yilning 12 oyning hammasida yani qolganlarniki yani qilishning sharti bor endi. Çoğum kirimsiz teşkilatga iyan qilish kerak Amerikada. Bu Amerikadagi şirketlarga qaratilgan gap. Kirimsiz teşkilatlarga iyan qilsa şirkatmi 100% qo'shib turadi. Nurg'un şirketlarniki mushtaq bir mulozimati bor. Ba'zi şirketlar har bir yilning ichidagi bir oyda 200% qo'shib turadigan ahvolmi bor. Mushtaq yo'l bilan iyan qilgan qarindoshlarniki puli Uyghur Project Fondu'ga $21,300 bo'lib kirdi bu yil. Sizlarga ko'p rahmat. Bu qarindoshlardan eng ko'p yani qolganlar $5,000, unda qolib qolsa $3,000, unda qolib qolsa $1,000, unda qolib qolsa $100 degandek mushtaq yani qildi. Shunday qilib bu yil jami yig'ilgan pul $42,782. Bu bir nihoyat cho'ng natija. Bu
chet eldagi qarindoshlarniki bizga qilgan nihoyatda cho'ng yardım bo'lib hisoblanadi. Buning ichida shaxsiylardan eng ko'p ya'ni qilgan kishi men o'zim bo'ldim. Men $5000 chiqardim o'tgan darslarga degandim. Endi bu gaplarni men demasam bo'ladi. Endi ba'zi gaplar bor, deb qo'yishga to'g'ri kelib qoladigan gaplar bo'libmi, men mana shuni endi chet eldagi qarindoshlarniki buniki mana ishlar bo'lgan chog'da biroz chet el qarindoshlarga ilhom bo'lsin deb deyapman. Unda qilib qolsa Kanadadan bir qarindoshimiz $5000 iyon qildi. Bu Amerika dollarida $3700 yuqori pul bo'ldi ekan. Ondan keyin unda qilib qolsa $3000, $1000 bir qancha qarindoshlar $1000 iyon qildi. Ondan keyin bir qancha qarindoshlar $500 iyon qildi. Qolganlar 300 yoki unda az bo'lib shunchalik pul yig'ildi. Mushqa ovoz qo'shgan, to'p qo'shgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Men izchil turda Uyg'ur Project fondidagi qilayotgan ishlarimizga deb kelyapman. Biz qilgan turlar hali jiq, hozir shundaq. Bu ish turlarni biz shu pul qilolmaymiz, biz qilolmaymiz. Ashta boshqa bo'libmi? Biznikidek biznikidek mashta bir naytay qiyin ahvolda qolib qolgan bir millat uchun umumiy xalqniki qiladigan ish qilayotganlarga biroz pul chiqarib, shu orqali ishni ilgari surish. Ashta boshqa bu ishga hozir qadar ovoz qo'shgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Qolgan qarindoshlarmi iqtisodiy imkoniyati yer beradigan qarindoshlarniki bundan keyin mushaq fursat bo'lgan chog'da unutib qolmasligini umid qilaman. Biz qilayotgan yana bir ish boti Turkiyadagi 16 qiyinchiligi bor, bolalarni o'qitishda qiyinchiligi bor oilaga $100 yordam qilayotgan ishni boshlagan o'tgan yil 12 oyda. Bu ish hozir davomlashyapti. Xudoyim bo'lsa, bu ish 1 yil davomlashadi, bu yil 12 oygacha. Shu Ramazon oyida bir qarindoshimiz, shu yordam qilayotgan qarindoshimizdan birisi, yana burungi pulga ozroq pul qo'shib berdi. Biz u pulni hozir qadar yordamga erishamagan 2 oilaga taqsim qilib berdik. Shuna qilib bu oyda bu yordamga erishgan oilaning soni 18 oila bo'ldi. Buni bir tilib qo'ydim. Qisqasi shu Uyg'ur Project fondiga ishinib mardlik bilan yordam qilgan barliq qarindoshlarga ko'p rahmat aytaman. Albatta bizningki bir alayligimiz mana ishlar bo'lib qolsa Uyg'ur Project fondiniki direktorlarimiz jim turmaydi. O'xshamagan darajada iyon qiladi. Bu qatam mashloq bo'ldi. Undan keyin bizning atrofimizda bizga yordamlashib ish qiladigan necha 10 Uyg'urlar bor, Uyg'ur ziyolilar bor. Bu ziyolilar ayni vaqtdagi Uyg'ur mashal guruhi shu. Agar asli olsanglar 2018-yili 1-oydan boshlab Uyg'ur mashal guruhi inglizcha murojaatnoma yozishni boshlab jami 17 parcha murojaatnoma e'lon qildi. Shu guruhga hozir Uyg'ur Project fondining atrofida bor. Mushtaq ishlar bo'lib qolsa, birisi yana qildigan ishlar bo'lib qolsa, ikkinchisi ish qildigan ish bo'lib qolsa, Uyg'ur Project fondidagi direktorlarga yordamlashib ish qiladi bular. Yana qilishni mana aktiv. Shunga bu qatam to'plangan pulning bir qismi shu yerdan keldi endi. Buni bitirib qo'y. Ondan keyin yeni deb qo'ydigan bir qancha ish o'tgan darslarga gapni qolgan 5 qismliq bolalar hikoya kitobi, rangli rasmli hikoya kitobi bu nashrdan chiqdi. Hozir Taklamakan kitobxonasida bor Turkiyadagi. Shu yerdan setib olasizlar yoki Abdujalil qarindoshimizdan aloqalashsanglar, uni pochta orqali ham akaltuguli bo'ladi. Shunga buniki uchurlarini chiqarib qo'ydik, bizning tor betimizda bor. Agarda tilim.org degan tor betga kirsanglar, kitap haqidagi uqtirish telefon nomerlari bor. Aloqalashib setib olasizlar. Aniki yana bir ish bolalar not kitobi. Buniki birinchi qismi nashrdan chiqdi. Bu kitob kelar hafta aniki seshanba kuni Taklamakan kitobxonasi qo'yilmoqchi Istanbuldagi. Bolalar not kitobi. Buniki xabarini o'tgan masalaga degandim. Hozircha 500 dona bostirdik. Agar bu tugab ketib qolsa, yana qaytadan bostirsak bo'ladi. Bu kitobniki keng qismlari hozir tayyorlanmoqda. Bitgan chog'da ularni biz chiqaramiz. Ondan keyin yana bir xush xabar. 2 jup Uyg'ur yoshlari
Shu kalnur.com degan tor beti orqali tunishib biz hesab ishga qo'ygan tor beti kalnur.com deb o'zlariga jo'ri topadiganlarga yordam qiladigan tor beti. O'sha yerda tunishib yaqinda to'y bo'ldi ekan. Bu ikki jup Uyg'ur yoshlarini men hozir chin ko'nglimdan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Bu bir yaxshi qurol bo'lsa qarindoshlar müştiyat ehtiyoji bor qarindoshlar bundan foydalanishni unutib qolmasanglar. Biz xili ko'p moddiy mablag' odam kuchini chiqarib bu ishni qildik. Maqsad chet eldagi Uyg'ur yoshlariniki imkon bor Uyg'ur jamoat ichida turib oylik bo'lib ko'payib Uyg'urlarni saqlab qolishga to'p qo'shtirish endi. Ashta boshqa bu tayyor qurol bitib bo'lgan. Endi har qanday yangi narsani ishlatganda dastlabda qiynaldi odam. Onun bir ügünüş basqıcı var. Her qanday bir ishniki learning curve deydi. Motor betonning başlaq bir jarayoni bor. Azroq ügünüp olgandan keyin undan foydalangan bo'ladi. Shuni bundan undan foydalansanglar. Agar ba'zi qarindoshlar qiynab qolsanglar, men bilan aloqalashinglar. Men sizlarga adam o'rnashtirib qo'yman yoki o'zim bildigan ishlarni o'zim bildigan doira ichida sizlarga jo'ritib berishga tirishaman. Endi mana bu yerda talablar kelib turdi. Ba'zilarda unutib kelayotgan ahvollarim bor. Ashta mendan agar javob kelmay yoki o'tirib uzilib qilib qolsa, qandaqdir men buni amal topolmagandek ahvolmi bor bo'lishi mumkin, lekin unutib qolgan ahvollarmi bo'lishi mumkin. Endi men bu o'zimning butun kun xizmatim bor. Xizmatimning talabi yuqori. Onun sirtiga uyg'ongan ishni qilaman. Amaliyotda men ikki butun kunlik xizmatni ishlagandek yashayman endi. Ashta bu boshqa ba'zida unutib qoldi ekanman. Shuni unutib qolgan vaqtlarimda so'rab qo'yinglar. Men ig'ramayman uni. Ismini deb qo'ysanglar, Xudoim bursa qo'limda kelish yordam qilaman. Shunga bu kalnur.com degan tor betidan unumli foydalansanglar Uyg'ur yoshlari. Yana bir xabar. Shu 5-oyning 14-kuni shanba İstanbul'da bir Uygur edebiyat yığını açılmakçı. Bu yığındaki timsi men Akbayrak emas. Anlakin Uygur edebiyatındaki çaknagan yıldızlar dep hazır şu vatanda tutulup qamalып ketken, turmalarga kirib ketken Uygur yazgıçlarındaki isil eserlerini eslab o'tadigan shu vaqtdagi tadqiqot yoki muzokara mana timlarni asos qilgan bir yig'in açılmakçı İstanbul'da. Bu yig'iniki iqtisodiy chiqimini asosiyatan Uyghur Project fondi chiqarib berdik. 5-14 kuni. Bu yig'in hamma kishilar uchun ochiq, shunga berib qatnashsanglar bo'ladi. Men bu yig'inning uqtirishini o'zimning Facebook'ga chiqarib qo'yman. Konkretniy o'rni, vaqti degan narsalarni shu yerdan bilasizlar. Bunun bir deb qo'ydim. Yana bir cho'ng ish, ehtimol yaqinda ko'rdinglar, xiljuq qarindoshlar video ishlab bir chaqiriq qilyotdi. Unimi degan chaqda 13-may kuni Janvada Uyg'urlar bir 1000 kishilik cho'ng namoyish yapmoqchi. Bu namoyishniki ahamiyati bek zo'r. Nimishqa deganda hozir BDT Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komisarıniki boshlig'i Michel Bachelet degan xonim Xitoyga Sharq Turkistonga ziyoratga bormoqchi. Bu xonimniki bir yordamchi atriti Xitoyga berib bo'ldi. 4-oyning 25-kuni bu xonimniki berishimi yana bir hafta qolgan bo'lishi mumkin mening bilishimcha. Bu namoyish endi Muşu xonimniki mushqitimning ziyoratiga qarta elib belayotgan bir faoliyat. Bu namoyishni urlashtirishga sabab bu xonim BDT kishilik huquq komisarniki boshlig'i endi ashundoq turib hozirga qadar Xitoyniki shu kishilik huquq dafsandichiligi uchirgan millatlarniki vakillari bilan bir qatam ko'rishmoqmabdi. Bunun içinde Uygurlar, Tibetlikler, Mongollar, Hong Kongliklar degandek, yani Tiananmen qirg'inchilig'ning vakillari degandek odamlar bor. Mushlar qayta talab qismi hozir qadar bir qatam ko'rishmoqmabdi. Ondan keyin
Bizim chet elda hozir bizniki hozir chet elda nima shu lagerda yetib chiqqan lager bizniki isbotchilarimizdan 10 nechisi bor. Muşlarnımı Dünya Uyghur Kurultayı muşlarlarını köştürüşke mi tirişip bir kısım işlerini qilib bakkan. Lekin bu hanım ulavlı kürüşüşünü mü rad qildi. Muşnaq bir ahval var. Anından keyin bu hanımniki hazır kişilerninki parizçe bu hanım kiler qatımlıq BDT'niki baş sekretariga saylanma tuş ihtimali var ekan. Aşta bo'lib agar saylanuvchi baş sekretar bo'lib qolsa, endi bu hanımniki Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchilik qanday pozitsiyada bo'ladi degan bu bir cho'ng masalasi bor endi. Ashta boshqa bizningki bundan keyingi siyosiy davoyimizda muhim rol o'ynaydigan bir kishi bu. Shunga mush bir cho'ng masala haqida ilib berilmoqchi bu namoyish. Shunga hozir chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari, bir qism faoliyatchilar, ko'plagan kishilar aqaqni video ishlab chet eldagi Uyg'ur jamoatini shu namoyishga qatnashishga chaqiryotdi. Buniki ahamiyati shu edi. Aşağı boğaçqa chuqur bir ovoz qo'shib qo'ysanglar. Bo'lsa Yevropada yashayotgan shu nimaga Jenvaga yaqin, Shvetsariyaga yaqin yerda yashayotgan qarindoshlar imkon borsanglar, berib qatnashsanglar, jiroqliklar agar borolmasanglar, ish uchun biroz iyani qilib qo'ygan bo'lsanglar. Hozir Dünya Uyghur Kurultayı bir iyani to'plash faoliyatini olib boryapti, shu bir namoyish uchun 30 ming euro ketadi ekan. Shuni mo'ljallab bir chaqiriq qildi. Bugun qarab baxsam 14.591 euro yig'ilibdi hozir. 20'daki yig'ilibdi, ya'ni 20 kam ekan. Shunga abaytimiz dedim, agar bivas berib qatnashamaydigan, ammo iqtisodiy jihatdan imkoniyati bor qarindoshlar bo'lsa, moddiy jihatdan qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Bu ishning ahamiyati bek zo'r. Endi biz o'zimizning taqdirini o'zimiz hal qilmasak bo'lmaydi. Mushtaq ishlarni qilib yurib, shunga bu ishga sal qaramagan bo'lsanglar. Hozir shu BDTniki hozir shu yana bir yaqinda bo'layotgan yana bir cho'ng masala. Va shu BDTning kishilik huquq komissari bir Uyg'urlarniki kishilik huquq dafsanchiligi haqida bir doklad tayyorlagan. Bu dokladni meniki ismini qilishi o'tgan yil 9-oylarda tayyorlab qo'ygan. Ondan keyin o'tgan yil 12-oylarda e'lon qilib bo'lish kerak edi. Lekin tek e'lon qilmadi. Bunun sebebini mi desanglar, Xitoyning qo'li bor bu ishlar. Xitoy shu xonimga, Michel degan xonimga, Michel Bachelet degan xonim va uningki gruppasidagi kishilarga besim ishiltib, buni hozir qadar e'lon qilmay qo'yadi. Aslida bu dokladni bu xonim Xitoyga Sharq Turkistonga berishdan burun e'lon qilib o'tish kerak edi. Hozir agar e'lon qilmatmasa, bu doklad mangu dünya jamoati bilan kurashmaslik ehtimolligi bor. Xitoyni obdan bilsizlar, bu Xitoy hokimiyati bir razil hokimiyat. Bunday ishlarga butun kuch bilan kuchab, bunday ishlarga buzunchilik qildi, to'sqinlik qildi bular. Shunday bir ehtimolligi bor. Shunga bu qitimki namoyishniki yana bir cho'ng ahamiyati mushayada endi. Hozir endi Xitoyniki bu dokladni e'lon qilg'izmay, bu Bachelet xonimni Sharq Turkistonga olib o'zining hisob qo'ygan ko'rinishini ko'rsatib, oxirida bu dokladni e'lon qilishdan voz kechtirib o'tish ehtimoli bor. Bu bir naytda biz uchun cho'ng ziyon bo'ladi. Hozir qadar BDT Uyg'urlarga Uyg'urlar uchun biroz ahamiyati va qimmati va ishini qilib boqmaydi. Ma'uda dastlabki bo'layotgan ishlarni bumi hozir Xitoyniki mustaqillik qattiq to'sqinlikka uchrayotdi. Ashta bu boshqa ma ishqa bo'lsa, hamma qarindoshlar bir kuch qo'shib qo'ygan bo'lsanglar. Ondan keyin nima hech qanday bir inkosni ko'rmayapman men. Ko'rayotganlar bo'lsa, ancha bir barmoqni bosib qo'yinglar. Men men bir bilay. Hech qanday inkos yo'q. Hozir qo'ygan narsamda. Shuni sal ansirab qo'yapman. Ishlarim quruq qolmasin yana. Endi anlasam nima bu 13 maydagi namoyishga qarshi ta'til tashviqot qilayotgan kishilarmi bormish. Herhalde onu parva qilmay yo'limizga ketaveraylik.
Abaytaman degandek bu namoyish pek muhim. Hozir Gollandiyadan bordigan kishilarning soni 80 atrofida o'xshaydi. Bir avtobus, andan keyin bir qancha kichik mashinalarda bormoqchi ekan. Gollandiyada bir inimiz var, Adiljon deydigan. Bu inimiz Dünya Uyg'ur qurultayiniki Xitoy bo'liminiki mudiri. Bu inimiz agar shu o'zi turayotgan shahar atrofidan bordigan kishilardan 50 tak odam berib chiqib qolsa agarda o'zi bir avtobus olib bu ishni qilishni xohlaydi ekan. Bir avtobus olib Gollandiyadan Shveysariyaga, Jenevaga olib akilish uchun ketadigan chiqim 4200 eurodan 4400 euroga chiqqan mushak aniq chiqim bo'ldi ekan. Bu inimiz Adiljon mush chiqimni o'zini yendan chiqarib avtobusni, mashinani hal qilishni xohlaydi ekan. Shunga bu inimizni turayotgan shahri Dangshak degan shahar ekan. Shu atrofidan agar 50 tak Uyg'urlar chiqsa, men shu avtobusni olib o'zim olib akilaman deb shunda deydi. Bo'lsa inimiz bilan aloqalasha olasizlar. Aloqalashgan bo'lsanglar, andan Adiljon sizniki bu mardligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Millat uchun ko'rsatgan bir xizmatingiz uchun chin ko'ngildan rahmat aytaman. Andan keyin yana bir cho'ng xabar. Shu ayniki 26 kundan 29 kungacha nimada München shahrida Germaniyaniki bir milliy kengash yig'ini chaqirilmoqchi. Bu yig'inniki sahibxonligini Dunyo Uyg'ur qurultayi qilyotidi. Chet eldagi barliq Uyg'ur tashkilotlarininki rahbarlari, andagi Dunyo Uyg'ur qurultayiniki bir qism rahbarlari qatnashadi bu yig'inga. Mening bilishimcha hozirga qadar taklif qilingan kishilar 300 dak odam. Aştaq boğaşqa endi bu yig'in uchun bu ko'p iqtisodiy chiqim bo'ladi ekan endi. Shunga bu ishqa Dunyo Uyg'ur qurultayi yan to'playotidi. Agar imkoniyati bor qarindoshlar bo'lsa, buni yordam qilib qo'ysanglar. Meniki mishada deb qo'yadigan bir narsam hozir endi Xitoy hokimiyatiniki ziyonkashlik uchirgan xili ko'p kishilar bor. Xitoyning ichida va sirtida, masalan, Uyg'ur, Tibetliklar, Mo'ng'ullar, Hongkongliklar, Tayvanliklar degandek. Bular bilan sevishtirgan chaqda Uyg'urlar ko'p ojiz. Masalan, meniki bilishimcha Amerikaniki Tibet surgindi hukumatiga har yil beradigan pul 15 million dollar pul berdi bular. Yaqinda tashrif qilib baxtim NED'dan shu chet eldagi Tibetliklar tashkilotiga 13 tashkilotga pul berdi ekan, 1,5 million dollardek pul berdi ekan. Shuncha pul bor bularniki. Endi Hongkongniki qancha darajada kuchli, mayli siyosiyatdan bo'lsin yoki iqtisodiyatdan bo'lsin, Tayvan qancha kuchli bo'lganini hammasini bilasizlar. Ashunday turug'liq hozir dunyoniki diqqatini tortish masalasi kelgan chog'da Uyg'urlar xili yuqori o'rinda turdi hozir. Shunga buni hammamiz kurashimiz kerak. Mushundaq Uyg'urlarniki o'zining siyosiy davosini hozirgidek mushtaq bir holatga akilishida chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur faoliyatchilar zo'r rol o'ynaydi. Lekin bu jazo lagerlariniki shohidlari qatorliq mushu kishilar cho'ng rol o'ynaydi. Tashkilotlar ichida cho'ng oldida ketayotgan tashkilotlardan Dunyo Uyg'ur qurultayi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati, Uyg'ur Amerika jamiyati, Kanadadagi Uyg'ur ko'chmanlarga yordam qilish komiteti degandek bir qism g'arbdagi tashkilotlar, Gollandiyadagi tashkilotlar bor, Belgiyadagi degandek muhim rol o'ynayotidi. Shunga meniki ma'nosini tilg'ilishimdagi bir sabab o'zimiz erishgan natijalarni bilishimiz kerak. Uni e'tirof qilishimiz kerak. Uningdan rozi bo'lishimiz kerak va uningdan minnatdor bo'lishimiz kerak. Bu insonlikniki bir intayin asosli o'lchamining birisi bu. Buni hammamiz bilishimiz kerak. Andan keyin mushundaq bir ishlarniki bo'lishiga yordam qilgan Allohga rahmat etishni bilishimiz kerak. Allohdan rozi bo'lishimiz kerak. Shuning bilan birlikda mushundaq ishlarniki yuz berishi uchun
Muştaq işlarni vücudga keltirish uchun iqtisod ketadi. Şoňa aytaman degandek, agar bu ishni bevosita qilayotgan qarindoshlar, bevosita qilsak, qilolmayotgan qarindoshlar bu ishni qilayotganlarga iqtisodiyotdan yordam qilib, o'zimizniki bir kishilik hissini qo'shsak. Bizni oldimizdagi yo'l uzun, vazifa bek og'ir. Agar biz muştaq birlashib ish yapamasak, o'zimizning taqdirini o'zgartirmaymiz. Bu qitimki Dünya Uyghur Qurultayı urlashtirayotgan Milliy Kengash yig'iniki bir cho'ng ahamiyati mumshiyadi. Şoňa bu ishni bir tilab qo'ydim. Endi bizningki vatanniki ahvolga kelsak, yaqinda biroz xabar topdinglar Uyg'ur axborot markaziniki programmalardan. Hozir bir qism joylarda bir qism jazo lagerlarini chiqish bu etibdi. Bulupmu Qashqar, Xotan, Kuytung, Shixanzlarda buni boshlag'ili bir mezgil bo'lib qopti hozir. Buning shu BDTniki ümigining Sharq Turkistonni ziyorat qilish bilan cho'ng munosabati bor. Bu Xitoylar asosan ko'z bo'yamchilik qilish uchun bo'libmi shu umakning odamlari Sharq Turkistonga berib mashinalarda minib yurgan vaqtida ko'ziga chuqur chelqib qoldigan lagerlarni chiqargan bo'lishi mumkin deb o'ylayman men. Lagerlarning ko'pinchasini chaqmaydi bular. Faqat lamkin chandurib qo'yish ehtimolligi bor yerdan chiqargan bo'lishi mumkin. Ondan keyin bizga kelgan uchurda deyishcha boshqa yerda bir qism lagerlarni chiqib o'tibdi. Buningga markaz pul ajratibdi, xili ko'p pul. Bizga kelgan uchurda deyilishicha har bir kvadrat metr binoni chiqishga 370 so'mdan pul ajratibdi ekan. Bu pul şu lager binaları bayağı berib bo'g'uchilik shuni boshqargan kishilardan yanchiq kirib ketib, hozir bir qism yerlarda odatdagi xalq ommasini qatnashtirib o'tibdi bu ishga. Bunun ichida Uyg'urlarmi bor ekan. Qatnashtirib, ularga birdigan pulish yo'q. Uni chiqib eshik derazalarni uyinglarga akasanglar bo'ladi, to'mirlarni yig'ib setib qashlashanglar bo'ladi degandek. Ashla qilib bu ishlarga sevitibdi degan ushur keldi bizga. Andan keyin Roziyeti münasebeti bilen amanlar köydüңlar nayeti köp saxta uyun kuyduğan ko'chalarda usaynaydigan ishlar o'ttirib chiqdi. Bulupmu Qashqardagi Yetka masjidining oldida, aniki boshqa bir qism cho'ng shaharlar, viloyat shaharlarida bo'pti bu ishlar. Bir qism Uyg'urlarni tahdid qilib majburiy chiqibdi. Agar chiqmasang lagerga kirsan, turmay kirsan deb. Bir qism kishilarga pul urib chiqibdi. Ondan keyin hatto namoz o'qimaymiz deganlarga yolg'ondan namozniki harakatlarini o'gitib degandek masjidga bir namoz o'qiydigan qilib qilayotgan ishlar bor ekan. Bumi mening farzimcha shu BDTniki umiginiki berishlar munosabatlik. Shularniki ko'zni bo'yash uchun tayyorlab bular. Men mush ahvollarni inglizcha yozib Twitterda fosh qilishni boshlab bo'ldim allaqachon. Yanındaki uchurlarni muhturliq chiqib turman. Ishqilib Xitoy dunyoning ko'zini bo'ymoqchi. Biz imkon bor Xitoyniki shu ilmiy fikirlarini dunyoga fosh qilishimiz kerak. Amaliy faktlar bilan. Bu jihatda buningdagi hammamiz texnik bahaq tilishimiz to'g'ri keladi. Endi Xitoyniki ahvolga kelsak, xabarlarda bordek Shanxayda hozirmi karantin bo'lyotdi. Kishilarni sirtqa chiqarishga yo'l qo'ymay, hozir yolg'iz ulan bo'lib qolmay, kishilarga tomoq vermay, shirin suluv etib, ulish ahvoli intayin og'ir. Ondan keyin o'zini o'ltirib oldigan ahvolmi bek og'ir. Bugun Twitterga bir video chiqibdi ekan, uni men bahrlab qo'ydim. Uningda jiq odamlarga binodan sarab o'layotganligi, ondan keyin o'zini esib o'ltirayotgan ko'rinishlar hali bor ekan endi. Shunga Shanxayda bu ahvollar hali og'ir bo'g'il turibdi. Hozir dunyo mush ahvollarni ko'rib, bizningki burunqi tashkilotlarimizda degan ahvollarga xil ishindigan bo'ldi deb o'ylayman men. Dastlab bir ishonchi bor. U qanday ishonchi, qanday nima desanglar, men deb kelyapman. 2014-yildan keyin Sharq Turkistonda Xitoyniki irqiy qirg'inchilik siyosiy tadbirlariniki sababidan o'ldirilgan, o'lib ketgan Uyg'urlarning soni 1 milliondan oshadi deb kelyapman men. Bu menga uchur endi. Hozir Shanxayda bo'layotgan ahvolni ko'rgandan keyin kishilar oson ishindi deb o'ylayman men. Ondan keyin Xitoy bu yil 2022-yillik iqtisodiy o'sish nisbati 5,5% bo'ladi deb e'lon qildi ekan Xitoy hukumatı. Buni
chet eldagi obzorchilar, tashviqchilar, tadqiqotchilar bu mumkin emas. Eng yuqori bo'lsa 4% bo'lishi mumkin. Lekin nima bu yil negativ, minus bo'lib qolish ehtimolga bor Xitoyniki iqtisodning o'sishi degan farazlarmi bor. Sababi nima desanglar, mushtaq hozir Shanxay, Beijing yerimda qoldi, Shenzhen yerimda qoldi, yerimda qolgan yerlar xilli ko'p bor endi. Asta boshqa Xitoyning iqtisodi intayin og'ir darajada to'yin qarab ketyapti hozir. Nima bu ahvol butun dunyoniki shu supply chain deydi. Bütün dünyadaki şu sanat buyumlarını toşuş, Xitay'dan başka yerlerge yötkeş, mağazalarını buyumlar bilen tolduruş işlerine nait ağır derecede tesir gösteriyordu. Yakında bir resim çıktı. Şu Xitay'daki etrafında denizde saklavatkan parkutlarını ki taksim kılış ahvalını gösteriyorlar. Kösanlar eyran kalısılar. Hazır nurgun parkutlar mallarını verip mal yok. Ekilenmey. Yani bu bütün dünyanın iktisadına tesir gösteriyordu. Amerika şu. Amerika'da hazır hizmet bekçik adam alamayotgan ahval var. Bir ağır ahval şu. Tünügünki buradakilar deyilişçe Amerika'da hazır hizmet tolduranmagan hizmet ornundan 11 milyondan artık orun varken adam tapamayotgan. Bu bir ahval. İkincisi, tüven derece hizmetini kıldığı adam yok. İşe olmaydıgan ahvallar pek ağır. Anındakin mal kısıtçılığı var hazır. Amerika bu yıl 1 trilyon 900 milyar dolarlık bir hamçötni yolu koygan bu yıl. Biden hükümeti. Şuna pul intayin köp, lekin setilaydısı mal yok. Aşağı boğalık için naiti ağır derecede pul pahalılığı yüz berbatıdı. Yakında Amerika'nın elan kılgan sani 7-8% pul pahalılığı işte boğatıdı. Şuna bu ahvallar naiti yakınki kısa vakit içinde oңşalmaydı iken bu oturup bazarı sevetken taqt etken pul bekçik alaydısı mal yok. Alır biz biraz dükkanlardan unulanmaydıgan ahvalın boğatıdı Amerika'da. Şuna pul pahalılığının işi tez kısa vaktin içinde bir taraf olmaydı iken şuna bir kısım tahlilçilerinki deyişçe hazır naq pul saqlash intayin xatarlik deydi. Sebebi nima desanlar, pul pahalasa naq pulniki qiymatini tez sur'atda tushib ketadigan gap. Şuna imkon bor, ba'zi bir moddiy buyumni elib shuni saqlab turgan, shuni tutib turgan yaxshi deydi. Buni sizlarga bir tilga qo'ydim. Şuna bu yıl bir kısım tahlilçilerinin deyişçe bu yıl Xitoyning iqtisodi butunlay tugishadi deydi. Ağır derecede. Şuna belki bu işinki Xitoyda bu işinki yüz berishlik cho'ng bir sebep asosan Xi Jinping'dan bo'ladı. Xi Jinping hozir tunugin ochgan bir yig'indami asosan iqtisodni faqat tilga olmay, qanday qilib virusni kontrol qilish ishini ta'kidlayotdi. Bu virusni tutib iqtisodni asosan voz kechdi. Xi Jinping degan Xitoy. Bundaq bo'lishiga sabab bu dunyoga po etib qo'ygan. Xitoydagi virus ishlarini men o'zim bir qo'liq tutdim. O'zim bevosita rahbarlik qilyapman, o'zim bevosita o'rlashtiryapman deb po etayotgan bu kishi. Ashta boshqa bu yerda o'zangidan tushunmaslik ahvoli bor. Shunga bu butun diqqatini virusga yig'ib, anadan uni qilib qolsa, bu yil 11-oyda bo'lgan saylam o'zi taxtda davomli o'ltirish uchun shuni tayyorlanib qo'yadi, iqtisod bilan kori yo'q. Mushundaq bir ahvolniki davomlash bilan ba'zi kuzatuvchilarning deyishicha bu yil Xitoyda ikki ishdan birisi bo'ladi deydi. Birisi Xitoy iqtisodiy gumron bo'ldi deydi, o'riladi, gumron bo'ladi. Buniki ma'nosi Xitoy hukumati bo'lishi mumkin yoki u bo'lmasa Xi Jinping o'rilishi mumkin deydi. Endi bu ikki ishdan birisi yuz bersa yoki har ikkisi yuz bersa Uyg'urlarga qanday foyda ziyon bor degan bu narsani qisqa gap bilan ifodalab bergili bo'lmaydi. Nima qilgani bu murakkab. Menimcha Xi Jinpingniki o'rilishi sal yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bunday deyishimga sabab, agar Xitoyniki iqtisodiy gumron bo'lib ketsa, buning ichida buning zin tortadiganlarning ichida Uyg'urlarmi bor. Hozir Shanxayda ko'ryapmiz, karantin qildik deb butun ishlarni taqab, xalqlarga tomoq bermay, ochlikni o'ltirib borgan odamlarni. Xitoyni iqtisodi ketib, Xitoyda ochlik qiyinchiligi,
aç qısıqçılığı болып ketsa vatandagi xalqmi buniki zankashga uchraydi, ziynga uchraydi. İşte bu boshqa Xi Jinpingning o'ligini sal yaxshiroqmikin deb o'ylayman, lekin buniki oxirgi konkret ahvollar qanday bo'ldi bundan keyin ko'ramiz. Endi yana bir cho'ng xabar bu hafta. Amerikaniki Avam palatasida bir qonun loyihasi o'tdi yaqinda nihoyatda ko'p son bilan. Asosan qo'shilib bir undek odam qarshiligi deyman. Bu nima qonun loyihasi desanglar? Amerika hukumatidan bir ay ichida Xi Jinpingniki Rusiyaniki Ukrainaga tajovuz qilishiga qanchalik yordam qilganligi haqida shuni aniqlab shu haqda bir deklaratsiya chiqarish bir oyning ichida. Undan keyin 30 kun ichida bir deklaratsiya, undan keyin har 90 kunda birdan deklaratsiya chiqarish. Bu qonun loyihasiniki bir cho'ng aloyligi uniki temasida Xi Jinpingning ismi bor. Xi Jinpingniki Rusiyaniki Ukrainaga tajovuz qilib kirishida o'ynagan roli, bergan iqtisodiy yordami, mushlarni aniqlab chiqish degan gap. Hozir endi mushundaq bir tema qo'yish orqali qonun loyihasiga hozir Xi Jinpingni Xitoy davlatidan ayirib qarayotdi. Shundaqla Xitoy hokimiyatidan ayirib qarayotdi. Bu bir yangilik. Ondan keyin yana birisi bu qonun loyihasiniki bosh harflarini qo'shgan vaqtida access degan bir yangidan so'z paydo bo'ladi. Bu access degan o'q degan gap. Bu nima o'qitsamlar? Harunning o'qi degandek, Harun chaqining o'qi degan o'q endi. G'arbliklarniki ishlab kelayotgan bir so'zi bor. Access of evil degan. Bu nima desa? Qabihlar o'qi degan. Qabihlar o'qi. Razillarniki o'qi degandek bir gap bu. Hozir bu qonun loyihasiniki bosh harflarini, isminiki bosh harfini qo'shsa, Access Act bo'ldi ekan bu. O'q qonun loyihasi deb. Shunga bu haliqi razillar o'qi bilan yoki qabihlar o'qi degandiki o'qqa o'xshab qoladi. Shunga bu mashta bir ism qo'yildi buningga. Endi buningda Xi Jinpingning ismini atab turib, tadbir qo'llanish ishi bo'layotganligi uchun buniki ahamiyati bek zo'r deb qaralyapti hozir. Shunga buni bir tilab qo'yay dedim. Buniki Kengash palatasida nihoyatda oson o'tib ketish ehtimolligi zo'r. Endi Ukrainadagi urush yana davomlashyapti. Hozir g'arb bilan nima janubda ko'proq ishlar bo'lyapti. Bugun bu to'liq ko'p to'xtalmayman. Vaqtim yetmaydi tafsiliy tayyor qilishga. Umumiy xulosalaganda bu qitim Ukraina urushiga qatnashtirilgan Rusiya askarlariniki soni 150 ming atrofida bo'lib, mush askarlarniki 25% hozir o'libdi, ziyon tortibdi. 25%. Bu son bek cho'ng. 25% degan gap 37 mingdak odam degan gap. Mushqitim Ukraina urushida o'lgan Rus askarlarining soni 37 ming atrofida degan gap. Endi bir davlatniki armiyasi ham bir davlatga hujum qilib kirib 25%dak aholisi askar tugab ketsa, bundaq bir armiyaniki irodasi butunlay sunadi ekan endi. Ashta bu boshqa hozir shu rus askarlarniki irodasida intan cho'ng chekinish bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaralyapti. Ondan keyin yaqinda yana bir gaplar chiqdi. Men bugun biroz izlab buniki g'arb matbuotlarida tafsiliy usulini topolmadim. U nima degan chog'da Ukraina urushi ehtimol Putinning ulushi bilan oxirlashishi mumkin degan faraz bor. Bunday bo'lishi sabab Putin og'ir kasal ekan hozir. Uniki yaqinda bir rak kasal operatsiyasiga kirish ehtimolligi xil ko'p tilg'inyapti hozir. Analizlarniki og'zida. Ashta bo'lib qolsa, agar Putin ketib qolsa, bu urush oxirlashi mumkin deydi. Andiki yana bir ehtimollik agar mushqitim urush ashta oxirlashib qolsa, Rossiya 3 ga bo'linib ketishi mumkin. Andiki Rossiya besib olgan yerlarni boshqalab qaytarilishi mumkin deydi. Masalan, Rossiya Germaniyaniki bir qism yerlarni besib olgan ekan, Yaponiyaniki bir qism yerlarni besib olgan ekan, Xitoyniki bir qism yerlarni besib olgan endi. Mush davlatlar o'ziniki burun
Germaniyaga tattırıp koygan yerlerini qaytarılaşı mümkün deydi. Bu işlerini bizim biraz bir mezgil salqandan keyin bilamiz. Axırkı neticesini qanday bo'lganligini. Odatda mo'lcherlarga ishonch qilib bo'lmay ekan. Mo'lcherlar nihoyatda doirasi keng bo'lib ketadi ekan. Shu chuqur buni qaysi bo'ladi buni bilib bo'lmoq tasirroq ekan endi. Shuni salqandan keyin bilamiz deb o'ylayman. Shundoq qilib bugungi deydiganlarim shu. Xudoyim bursa ish haftadan keyin ko'rishimiz. Shuchalik ko'rishishga omon bo'linglar. Abaytaman degan 13-sadagi Jenevadagi namoyish, ondan keyin 26-sadan boshlab Myunxenda ochilgan Milliy kengash yig'ini mush ikki cho'ng faoliyatga moddiy jihatdan yordam qilishni unutib qolmagan bo'lsanglar. Bu zamanda haqiqatan ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.